Navbatdagi reportajimiz ham Qoraqalpoq zaminidan tayyorlangan. Borsa kelmas. Ushbu nomning o'ziyoq insonni biroz o'ylantiradi. Lekin Qoraqalpog'istonning markazi hisoblangan Nukus shahridan 180 km uzoqlikda joylashgan ushbu hudud hozirda Janubiy Ustyurtdagi sayyohlar eng ko'p tashrif buyuradigan manzillardan biridir. Bunday olis va yo'l uzoqlik qiladigan joyga faol jurnalistlarimizdan biri Umida Qodirova Davlat ekologiya qo'mitasi tashabbusi bilan tashkil etilgan media turda ishtirok etdi. Hozir shu haqda. Nukus aeroportidan to'g'ri borsa kelmas manziliga qadar ommaviy axborot vositalari vakillari 180 km masofani bosib o'tishdi. 1997-yilgacha yarim orol bo'lgan maskandan 2009-yilda suv ham chekingan. Nega aynan ushbu manzil borsa kelmas deb nomlanadi? Bundan 2400 yil avval Xorazmshah Farasmanning ko'p miqdordagi oltini o'sib borsa kelmas duskanna ko'milgan deb aytiladi rivoyatlarda. So oltinda izlewga ko'p odamlar kelgan. Biroq so oltinda hech kim tapa olmagan, oltinda izlewga ketgan odamlar qaytib kelmagan. So'ng uchun xalqning tilida borsa kelmas deb atalib ketgan. Hozirda borsa kelmas sayyohlarning sevimli manzili va 105 milliard tonna tuzga ega kon. Tuz ko'lining umumiy maydoni esa 1000 kvadrat metr, uzunligi 75 kilometrni tashkil etadi. Ushbu tuzdan hozirda sanoatda ham foydalaniladi. Undan Qo'ng'irot soda zavodi uchun tuz ham qazib olinadi. Olimlarning aytishicha, ushbu borsa kelmas tuz ko'li taxminan 30 million yil avval Tetis okeanining bir qismi bo'lgan. U paytlarda Orol, Kaspiy va Qora dengizlar bo'lmagan. Bu kabi manzil Boliviyada ham mavjud, ya'ni Uyuni tuz ko'li. Bizda mahalliy va xorijiy sayyohlarni jalb etish maqsadida bu yerda turistik manzil tashkil etilish ham rejalashtirilgan. Sababi bu tuzlar inson sog'lig'i uchun foydali. Orolning tuzi ol aerozol, ya'ni osmonga havoga ushadigan tuz. Mana yerdan osmonga ko'tarilib 1000 kilometrlarga ushib boradi u tuz. Bu tuz ushmaydi. Sebebi ushmaydigan sebebi bu kristallashib qolgan tuz. Tuzga kelib jan-jag'in tuz bilan ko'madi. Adam tuz bilan ko'madi, shunda odamning denisini avrusulxolarda oladi bu tuz. Qoraqalpoq urf-odatlariga ko'ra yangi tug'ilgan chaqaloqlar ko'p kasallanmasliklari va tez-tez terlamasliklari uchun aynan borsa kelmasdan olingan tuzlar bilan yuvintirilar ekan. Sahro qumliklar va taqir yerdan iborat deb o'ylaydiganlar xato qilishadi. Sababi ushbu manzildan chiqqandan so'ng yo'lda kutilmagan tabiat go'zalliklariga duch kelishingiz aniq. Bu Ustyurt platosida qadimdan ko'chmanchi qabilalar yashagan, Massaget qavmi shu Ustyurtning ustida yashagan. Mana shu qabrtoshlar shu Massaget davridan. Qavmning bir yoshlig'i, hurmati baland odam inson vafot etsa, shuning hurmatiga shunday qabrtosh o'rnatgan. Qabristonlar 18-19 asrlarga oid, 20-asrlarga da oid. Sababi 20-asrning 30-yillarga, 40-yillargacha, hattoki 80-yillargacha bu yerda odamlar yashagan. Faqat suvsizlik bo'lgandan keyin, suv muammo bo'lgandan keyin bu yerda odamlar ko'chib ketishgan. Aytgancha, ushbu manzil go'zalligi avgust va sentyabr oylarida yaqqol namoyon bo'ladi. Shu sababdan bu yerda videorolik va kliplar ham suratga olinadi. Umida Qodirova, Xo'jakbar Bahodirov, Hudud informatsion dasturi uchun.